Revmatologiya davolanmaydigan kasallikning o'zi yo'q. Revmatoidning kasali bor insonlarga qanday nima tavsiya berasiz? 10 milligramda qolib ketmaydi. Agar shuni o'qimasangiz, yana 10 milligramda qolib ketadi. Ilhom aka, hozir butun dunyoda Hindistondan kelyapti vrach, bizga Germaniyadan, Atamadan kelyapti. Asosiy bu revmatoidning artritni ildizini davolaydigan doktorlar Hindistonniki ham alohida tashxis qo'yadimi? Doktor nima bemorlarga boshqacha tavsiya beradimi? O'zi biznikilar ham bir xilmi? Shu davolanish nimasi? Hali men demoqchiman. Agar qarang, o'zini ustida ishlasa doktor, bu butun dunyoda standart bir xil. Bu kitobi bir xil yozilgan. Kitob bir xil yozilgan. Masalan, Amerikanisda ham, Yevropaniki ham, Rossiya. O'sha standartda to'g'ri ishlasa, individualniy kasallik o'zini masalan, yoshiga, jinsiga, kilosiga, kasallikning darajasiga to'liq diagnostika qilib turib, preparatini to'g'rilab bersangiz, uni ahamiyati yo'q, qat'iy odamni qilish. O'zimiz ham qilaveramiz, u muammo emas. Demoqchimanki, bizni xalqimizga Hindistondan bemor doktorlar kelibdi desa, yog'ilib ochilib borishadi. Asosiy ba'zi o'zimiz zo'r doktorlar unaqa hali momentda demoqchimanki, ular bilan biz sizlar taktikalarni bir xil, butun dunyoda ssenariy bir xil yozilgan. Bir xil davolanish kursi bir xil. Faqat o'zini ustida ishlash kerak. Doktor o'zini ustida ishlash kerak, chunki yangilikdan qolib ketmaslik. Yangilikni o'qib, izlanib, har xil masalan o'zimiz revmatoid artritlarni masalan davolash bo'yicha masalan ilmiy tekshirishlar o'tkaziladi. Masalan Amerikada o'tkazildi deylik, metotrexat 10 milligramga o'tkazildi. O'sha ikkinchi yili borsangiz, o'sha 12,5 milligramni 10 milligramga solishtiradi. Aytadiki, 10 milligramga o'tkazganimizda og'riq bo'ldi deydi bemorimiz. 12,5 milligramda shu yoqda tadqiqot o'tkazdik, og'riq bo'lmadi. Demoqchiki, bu bilan nima? 10 milligramda qolib ketmaydi. Agar shuni o'qimasangiz, yana 10 milligramda qolib ketadi. Kuzatib olib, tajribani oshirib, vrach o'zi televiziyalarga borish kerak. Statyalar chiqadi, tezislar chiqadi, ilmiy maqolalar. Masalan, Yevropaning bor, Amerikaning. O'sha o'qish kerak. Necha vaqt ajratish kerak, o'qish kerak. Har kuni hatto bitta temani bir marta o'qisangiz ham o'zingiz orqada qolib ketmaysiz. Xo'p, postdan izlanish kerak. Revmatoidning kasali bor insonlarga qanday nima tavsiya berasiz? Masalan, o'zini nimasiga, ruhanlikka, bu kasallik ko'p ham ruhan sindiradi odamni. Shunga nima tavsiya berasiz? Ekranga qarshida bizni ko'rayotgan nimalarga? Bemorlarga. Birinchi o'chirtda murojaat qilish kerak. Ya'ni hozirgi oldingi esterskiy meditsina emas hozir. Revmatologiya bir joyda turgani yo'q. Kundan kunga yangiliklar chiqyapti. Yangiliklar chiqyapti. Birinchi o'rinda to'g'ri murojaat qilish kerak revmatologga. Ko'pincha adashib qolinadi, masalan, atrofda revmatologiya yo'q, revmatolog yo'q, boshqa vrachlar bilan og'riqni qoldirib beradi, lekin yordam bera olmaydi. Chunki chimchiq so'ysa ham qo'sob so'ysin. Shuning uchun revmatologga murojaat, tushkunlikka tushmasin. Revmatologiya davolanmaydigan kasallikning o'zi yo'q. Diagnoz qo'yiladi, to'g'ri yondoshiladi, kasallik tushuntiriladi, remashkola tashkillanadi, bo'ldi, ketadi, yaxshi bo'ladi. Kasallik uxlaydi. Uxlaydi, kasallik uxlaydi. Mana o'zingizda ko'ryapsiz. O'zimda ko'ryapman. Effekt sezyapsiz. Tushkunlikka tushmayapsiz. Tushkunlikka tushganim yo'q. Hozir hamma harakatlarim yaxshi. Ekranda bizni ko'rsatayotganlarga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin Ilhom akamga. Bemalol kelib shunaqa kasalligi bor akalarga maksimal videoni tarqatib yuboramiz. Ilhom akamning qabuliga bemalol yolishlari mumkin.